Assalomu alaykum yaxshilar. Sizlar bilan birgalikda fonetika darslarini davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz konsonans, ya'ni undoshlar talaffuzi haqida to'xtalamiz. Fonetika darslarining keyingi qismlarini ham chiqaraman va sizlardan qoldirmasdan ko'rib o'rganib borishingizni tavsiya etaman. Sababi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilib beginnerda o'qib yurganlar ham kam emas va bu juda ham xunuk holat. Chunki juda ham ko'pchiligi o'qituvchilar boshida faqatgina alfabetda o'tib birdaniga tubiga sakragan holatlari ham kuzatiladi. Shu sababdan fonetika qoidalarini, ya'ni so'zlarni to'g'ri o'qish sizda motivatsiyangizni, o'zingizga ishonchingizni, yangi til o'rganayotganlar uchun o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Demak, ketdik. Birinchisi, demak, K harfi boshida qavsi juda berilgan, bu ingliz tilida transkripsiya deyiladi. Ya'ni birinchi so'zlarni o'qilishini qanaqa o'qilayotgan ekan, buni qanaqa talaffuz qilsam ekan degan talaffuz qilishni demak biz transkripsiyadan bilib olamiz. Birinchi harfimiz mana K. Demak, K deb berilgan va ikkinchisi P bilan H. Mana P bilan H harfi yomon keladi so'zlarda, lekin biz uni F deymiz. F deb o'qiymiz. Mana foto. Qaytaramiz. Foto. Va K bilan N harfi yonma-yon kelganda ham K o'qilmaydi. Qisqasi No, buni kno deb o'qimaysiz. No. C harfi K deb o'qiladi. Qaysi holatlarda? Yolg'iz o'zi so'z boshida kelganda. Cat. Qaytaramiz. Cat. Clock so'z oxirida mana clock K harfi bilan yonma-yon kelib clock. Ch harfi bilan kelib kni ifoda etadi. School. Ko'pchilikda schoolni school deb yurganini haligacha school deb o'qib yurganlar ham kam emas. Demak, keyingisi night. Yana kelyapti K va N, ya'ni nima K o'qilmaydi. Night. Rose. R. Prosta r emasda portlab chiqishga. Rose. Bunda S harfi rose deb z o'qilayotgani sababi S harfi ikkita o'li orasida kelgan. Shu sababdan z deb talaffuz qilinadi. Rose. Right. W va R harflari yonma-yon kelganda W o'qilmaydi. Right. Smile. C harfi, demak city. Demak biz o'rgangan C harfi mana city S bo'lib o'qilar ekan. City. Scene. S va C harflari yonma-yon kelganda mana scene takrorlaymiz. Scene. Shock. Ocean. Ya'ni C harfimiz ham sh talaffuzini beryapti. Ocean. Water. Zoo. Buni ikkita o harfi yonma-yon kelganda uni cho'ziq o'qiladi. Zoo. Demak, match. G va H harflari yonma-yon kelib F talaffuzini beradi. Enough. High. G va N harflari kelganda demak N deb talaffuz qilinar ekan. Sign. Qaytaramiz. Sign. Bunda ne tovushini berishi mana morning demak noto'g'ri yozilib ketgan transkripsiya joyida morning. Bank. Bu undoshlar talaffuzining birinchi qismi edi. Keyingi qismlarini ham
keyingi qismlari ham inshaalloh chiqadi va sizlardan qoldirmasdan ko'rishingizni va o'rganib borishingizni tavsiya qilaman. Bundanda foydali kontentlar uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.